Ushbu dasturimizda o'g'il yoki qiz farzand xohlovchilarga tavsiyalar berib o'tamiz. Tug'ilajak bola jinsini aniqlash borasida turfa irimlarini siz ham ko'p bor eshitgandirsiz, lekin ularni zakaz bo'yicha farzand dunyoga keltirishning eng ishonchli usuli deb bo'lmaydi. Axir apparat o'g'il deganu aslida qiz tuqqanlar yoki aksincha oramizda ko'plab topiladi. Eng achinarlisi, o'g'il kutayotgan, lekin o'sha apparat qiz degani uchun homilasini oldirgan, aslida esa u o'zi kutgan o'g'il ekanini bilib, ming nadomat qilganlar ham yo'q emas. Xo'sh, o'g'il yoki qiz kutayotgan, bo'lajak bola o'z xohlagan jinsda tug'ilishini istaganlar nima qilsin deysizmi? Keling, masalaga ilmiy nuqtai nazardan yondashib ko'ramiz. Sahifamiz eksperti akusher-ginekolog Fazilat Toshboyevadir. Antiqa urflar. Qadimgi xitoyliklar o'g'il tug'ilishi uchun yaqinlik chog'ida ayol boshini shimol tomonga, qiz bo'lishi uchun janub tomonga qo'yib yotishi kerak degan irimga ishonishardi. Olmon buvilari esa qiz tug'ilishi uchun yomg'ir yog'ayotgan paytda urug'lanishi kerak deb hisoblashgan. Agar urug'lanish quruq havoda sodir bo'lsa, buni tug'ilajak bolaning o'g'illigiga ishora deb bilishgan. Ruslarda agar og'irayoq ayol homiladorlikning dastlabki 3 oyida yengil yursa, o'g'il tug'adi. Aksincha bo'lsa, qiz degan irim bor. Qorin uchli shaklda bo'lsa o'g'il, yumaloq bo'lsa qiz tug'iladi deydiganlar ham bor. Aslida shifokorlarning fikricha ishonish mumkin bo'lgan atigi ikkita irim bor. Odatda bo'lajak qizlarning onasida homiladorlik davrida tashqi ko'rinish o'zgaradi. Yuzi biroz shishadi, burni, yanoqlari kattalashadi, pigment dog'lar paydo bo'ladi. Onasining husnini o'g'irlabdi degan gaplar shundan kelib chiqqan. Jajji go'zal onasining qornidayoq ayollar gormonlariga da'vogarlik qila boshlaydi. O'g'il bolalarni esa bunday ikir-chikirlar qiziqtirmaydi. Shuning uchun bo'lajak ona kun sayin go'zallashib boraveradi. Qolaversa, ma'lumki qizlarning onasida o'g'il bolanikiga qaraganda homiladorlikning boshida ko'ngil aynishi kuchli bo'lmaydi, balki bu qiz bola ayol organizmiga oson moslashib olishiga bog'liqdir. Homila jinsini ona qorni shakliga qarab bilish borasidagi gaplarni ham tasdiqlab bo'lmaydi. Bu o'rinda hammasi homilador ayolning tos suyagiga bog'liq. Agar u tor bo'lsa, o'sayotgan bachadan oldinga, qorinning yumshoq old devori tomonga suriladi. Natijada qorin shakli uchli bo'ladi. Bu holatda esa bachadan ichida qiz bola bo'lishi ham mumkin. Yarim asrlik tajriba natijasi. Amerikalik olimlar Lendrashet va David Rorik deyarli yarim asrlik vaqtlarni bo'lajak farzand jinsi ovulyatsiya kunlariga qanchalik bog'liqligini tadqiq etishga bag'ishlagan. Ular quyidagicha xulosalarga kelishdi. Farzand jinsini aniqlash usullari jinsiy yaqinlik ovulyatsiya vaqtiga nisbatan qay vaqtda bo'lishiga bog'liq. Agar urug'lanish ovulyatsiyagacha, taxminan hayz boshlanishidan 14 kun oldin 2-3 kun qolganda yuz bersa, o'g'il bola tug'ilishi ehtimoli oshadi. Jinsiy yaqinlik ovulyatsiyadan 4-6 kun oldin yoki 2-4 kun keyin bo'lsa, qiz tug'ilishi ehtimoli ko'p deb hisoblashadi. Agar jinsiy yaqinlik ovulyatsiya vaqtiga to'g'ri kelsa, o'g'il bola tug'ilishi ehtimoli oshadi. O'g'il xohlovchilar uchun tavsiyalar. O'g'il tuxum hujayra urug'lanayotganda o'g'il farzand bo'lishi uchun qo'shimcha vaziyatlarga ham e'tibor qaratish lozim. Masalan, yaqinlikdan 4 dan 7 kungacha saqlanish muhim. Shunda Y spermatozoidlar oshadi va o'g'il tug'ilishi imkoniyati ortadi. Olimlarning aniqlashicha, o'g'il bolalarga javobgar Y spermatozoidlari unchalik chidamli emasligi uchun yuqori harorat ularga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qolaversa, erkakning kiyimlari, ayniqsa tananing pastki sohasiga kiyiladigan, qisib turadigan emas, keng bo'lishi ham muhim. Rejalashtirilayotgan farzand o'g'il bo'lishi uchun maxsus parhez ham bor.
baliq, kartoshka, qo'ziqorin, mevalar, ayniqsa o'rik, banan, gilos, olxo'ri ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Tuxum qo'shib qovurilgan non, vafli, sutda tayyorlangan konditer mahsulotlari, quymoqlar iste'mol qilishni chegaralash lozim. Sut va sut mahsulotlari, kalsiyli mineral suvlar, xom karam, ko'kat, yong'oqlar, sutli shokolad, kakao, yashil dukkakliklar, ikra kabi mahsulotlar tavsiya etilmaydi. Qiz farzand kutuvchilar uchun sut mahsulotlari, ko'katlardan ko'proq iste'mol qilish lozim. Tuzlangan, dudlangan ozuqalardan voz kechib turganingiz ma'qul. Parhezga er ham, xotin ham ayolning hayz sikli boshlanganidan taxmin qilingan urug'lanishgacha bo'yida bo'lgan ayolga esa yana 7 hafta davomida rioya etish tavsiya etiladi. Sabzavotlardan kartoshka, chegaralangan miqdorda baqlajon, lavlagi, sabzi, bodring, yashil dukkakliklar, piyoz, no'xat yeng. Olxo'ri, gilos, banan, apelsin, qorag'at va o'rikdan tashqari hamma meva mumkin. Go'sht iste'mol qilishni chegaralash lozim. Tuxumdan esa voz kechmang. Non imkon qadar dro'sh va tuzsiz bo'lsin. Shakar, asal, murabbo, shirinliklar juda foydali. Gazlangan ichimliklar, konservalangan sharbatlar, pishloq, muzqaymoq, qovun, margarin, quruq mevalar tavsiya etilmaydi. Endi esa sizlarga homilador ayolning o'g'il yoki qiz farzand ko'rish haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Homilador ayolning tuzilishiga qarab aniqlab berishga harakat qilamiz. Ayolning rangi yaxshiroq, o'zi xursandroq, terisi tozaroq, ishtahasi sog'lomroq, homiladorlik alomatlari tinchroq bo'ladi agar o'g'il farzand bo'lsa. Ayol o'ng tomondan og'irlik sezsa, shu yondan homila qimirlasa, bu o'g'il bola ekanligidan darak beradi. Ayolning ko'kragidagi o'zgarishlar ham o'ng tomondan hosil bo'lsa, bu ham o'g'il farzand degani. Ayol suti tirnoqqa tomizilib, oftobga qaratilsa, simob tomchisidek yoki marvarid donasidek bo'lib turib qoladi va yoyilmaydi. Bu ham o'g'il boladan darakdir. O'g'il bolasi bor ayolning siynasi uchida qizilligi ortadi-yu, qoraligi ortmaydi. Oyog'ining tomirlari ham qizaradi, qoraymaydi. O'ng tomondagi tomirlarning urishi to'laroq, ketma-ket bo'ladi. Homilador ayol o'rnidan turib, so'ngra yura boshlaydi. Avval o'ng oyog'ini harakatga keltiradi. Bu sinab ko'rilgan usuldir. Shunda o'ng oyoqni bosishni boshlasa, bilaveringki, o'g'il bola dunyoga keladi. U turganda o'ng qo'liga tiralib turadi. O'ng ko'zi yengilroq va tezroq harakat qiladi. O'g'il bola 3 oydan keyin, qiz bola 4 oydan keyin qimirlay boshlaydi. Qiz bolaga yukli bo'lish belgilariga kelsak, ular yuqoridagilarning teskarisidir. Shuningdek, Abu Ali ibn Sino maslahatlarida ko'p suyuqlik ichmaslik, balki choyni oz-ozdan ichib, qizdiradigan kuchli ovqatlardan iste'mol qilishlari darkor ekanligi aytib o'tilgan. Xulosa o'rnida ta'kidlashni istardimki, juftliklar bir-birini sevsa, tushunsa, o'g'il tug'iladimi yoki qiz, bunisi muhim emas. Chunki muhabbat hukmron oilada tug'ilgan bolada mehribon ota-onasi bag'rida baxtli bolalikni o'tkazish uchun barcha imkon bor. Eng muhimi ana shu emasmi? Kanalimizga a'zo bo'ling va eng qiziqarli yangiliklardan xabardor bo'ling.
dasturlarimiz sizga oz bo'lsa ham ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosasiz degan umiddamiz. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.